денег самой дожди. Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan o'zimga look tayyorlaymiz. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Eng qizig'i oxirida. Telefonimni qayerga qo'ydim? Voy, video olmanmi? Demak, qizlar, bugungi look Telegram akkauntimga bo'ladi. Boshqalar akkauntini ko'rib rosa havas qilardim. Qachon menda ham shunaqa chiroyli ayiqlar va podarkalar bo'lar ekan deb. Bugungi nasib qilgan ekan, sizlar bilan profilimni chiroyli qilib bezitamiz. Birinchi o'rinda o'rtog'im tavsiya qilgan botga kiramiz. Bot havolasi profilda yoki oxirida aytaman. Ushbu botdan har xil narsalar sotib olsa bo'lar ekan. Qiziqib titkilab ko'rdim hamma yo'g'ini. Eng qizig'i bu botdan premium sotib olsa bo'lar ekan. 3 oylik atiga 160 ming so'm. Men 250 mingga sotib olib yurardim. Bundan tashqari shu joydan takoy, milashka podarkalar sotib olsa bo'lar ekan. Eng yoqqani shu joy bo'ldi. O'zimga yoqqan sovg'alarni tanlab sotib oldim. Yana bitta sir aytaman. Ushbu botdan start sotib olsa bo'lar ekan. 50 ta start salkam 11 ming so'mdan tushyapti. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Shu bilan video tugadi. Sizlarga profilim qanaqa chiroyli bo'lgani qiziqmi? Ketib ko'rasizlar. Tadam! Bot havolasi profil shapkasida.